Soliq tizimida shot fakturalar bo'yicha toza dastur ishga tushdi. Bu dasturimiz oluvchi bilan sotuvchini o'rtasida shakllangan shot fakturalarda soliq to'lovchini soliq xavfi bo'yicha ma'lumot aks ettiriladi. Agar soliq to'lovchini soliq xavfi darajasi yuqori bo'ladigan bo'lsa, qizil belgi bilan shot fakturada ajratib ko'rsatiladi. Agar soliq xavfi past darajada bo'ladigan bo'lsa, ko'k belgi bilan ajratib ko'rsatiladi fakturada. Agar qizil belgili soliq xavfi bor darajali shot fakturani siz qabul qiladigan bo'lsangiz, bu shot fakturani endi siz hisobga olib bilmaysiz. Buni hisobga olish uchun shu shot fakturani endi budjetga to'lanishi kerak. Ya'ni sotuvchi tarafdan budjetga to'lanishi kerak yoki bo'lmasa sotuvchi tarafdan to'lanmaydigan bo'lsa, sotib oluvchi tarafdan budjetga to'lanishi kerak. Shunda shot fakturani hisobga olib bilasiz. Toza dasturimiz avvalgi taksga, ya'ni zanjirli NDSga o'xshab ketadi. Avvalgi zanjirli NDSimiz bir nechta kontragentlar o'rtasida bo'lgan bo'lsa, bu toza ishga tushgan dasturimiz esa faqat ikki dona kontragent o'rtasida bo'ladi. Ya'ni sotuvchi bilan xaridorning o'rtasidagi soliq xavfini aniqlab beruvchi bo'ladi. Hammaga rahmat. Sizlar bilan men Sherzod Farhadovich. Videoga like bosinglar, komment yozinglar, do'stlaringiz bilan ulashib qo'yinglar.